Tamam. Ya biri bir muңdışıp, ya ma içimdeki dertlerini töküp geley desem, bir ağıynamın tayını yok, bir ağıynamın tayını yok. Kızık cahan ke, ma kızık cahan ke bu. Ya pulum bu vakti da etrafımda ketmeyken bu ağıylarım. Kini şu ağıylarım, kini. Ya birisi mi yok? Ya sadıgan geteyle, muş kıma diyen birinimle oynamağına zaten, oynamağına. Menden bir ibret bulsun zaten. Karanlama uyumlu tulkuğa mana. Kup. Ey, bunu öyle bir adam yetip kopuduğuna öydüz kemişinde. Rastın desem ben pulga yaraydıgan jabdıqlarının hemmini açıp setip tutup buldum. Qağan qatqınlı xotun ballarım jigit bula, xetin elip bula ketdi. Elimi bunu biçar öy ijarı qo'yib qapti. Bu mu yo'qdi ki? Nera o'yindi deyman da ma qamani. To. Gum. Gum. Uy. To. Ya bu çoğaysa bu. Ya pul tapmağa vaqtlarımda bunun bilan ko'nglim bek yaqin o'tgan. Keyin men pul topganda bu o'zi yo'qolib ketdi. Mana endi menda pul qolmagan vaqtida paydo bo'ldi. Gum. Ya gap qilyapsan-ku, acha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Yaxshimi? Salomat ahvoling yaxshimi? Uy teshikmi? Yaxshi. Uying ko'chdingmi? Ne ko'chding? Asajinka, menda gap aka. Ben bir og'aynam chaqirib qo'ygan degan eshak bor degan muhim ishim bor jinim aka. Aram bir kelgan vaqtda yomon sat bo'ldi da aka. Sen ne ko'chding deysan? Og'aynam. Voy og'aynam. Voy shu haqni qishib bir dasmigina. Voy. Sen o'sha og'aylaring navogu, og'aylaring no dadidimi shu haqcha? Yo bu qo'ys haqindaysa aka. Voy og'aylaring-chi, sening o'liqi yuragingdagi, jiningdagi og'aylaring. Ha. Şu ağalarını derdini tartışsan bu anladın. Şu haqni qishingda mana puling bor vaqtida. Bu da qilgan vaqtingda cho'rangdan ketmaydi ağalarning. Hech qaysi qamabdi hozir qishingda. Anıldık. Mana turgan turqin qarab baqina. Voy, men bor shu haqni qishdi. Yana shu og'aynam deb. Qani og'aylaring. Akilab qolaman jinim aka, akilab. Avvalo yaxshimi? Salomat. Ya aka, men Xizrdek qildim jimo jinim aka, men shu kunda qoldim hozir men. Rostga qilsa aka. Pulim bor vaqtida atrofimda ketmagan. Mana endi hech nimam qolmay, yonchiqlarim quruqlik edi. Ya odam emas, endi bir tal tushimmi yo'q, sadagan ketay esajinka. Bu tushim degan bundan shaltig'i oyoq qo'nidi. Bu 4 mingning ichi kirqagan tushim oshliqda o'la. Manda bo'lsin aka. Qo'ymimdan kepsa mening uyimga. Manda quruq o'tasa qamlashmaydi. Voy, ish bo'lmaydi uka uni. Ya men sirtga chiqib kelma, 5 minut o'tirib tursa, 5 minut. Ya, men manda bor. Qilmaysa. Voy, qilma. Manda bir yeydigan birindan bor. Men o'zimning aksi qo'ymondan kelibdi, jinim aka o'tag'in bor. Voy, sen hozir kirma aka. Astag'firullah. Ey, ben yo'qa ketmayjimi? Mana Qosimjonning uyi. Voy, ma uyini qara. Mana qima. Mana Olmutliqlar, Qozog'istonliklar, haliqi o'rislar kelibdi shularning kayinda u yerdan olib kirib, bu yerdan olib kirib, buni kichkina pishtilni qilib qima o'ynabdi. Mana qima. Hey, Sadıgan ketay Qosimjon. Hey, buning qima deb cho'nglar etini yezib qo'yibdi, qima deb. Qima des qildigan Xudoy be, kuzuq yaqkanmiz biz. Qil deganda qilmay, qima deganda qildigan. Hey, qima. Shunashqichu, donolarimiz qaltisida o'tibdi. Qima degan bir kun xon qilsa, bir kun xor qiladi deydi. Ey, Sadıgan ketaylar. Aysa deb qo'ysa, lalangishib yurdigan bir haraqkashmi deb qamanglar. Bizning ko'ydigan yerimiz bor. Bundan o'xshash, mana o'z yasab olgan turimining ichiga solinib qolganlarni yo'qlaydigan bo'lsin kerak.
Asachinka, saqiltib qo'ydim aka. Voy, saqlatsang va saqlatibka, o'tgangidek tashlab ketmasang, kavoblarni akirib. Qovoblarni bir ig'isiga aka. Buni issig'ini ye, ala, issig'ini ala. Bu issig'ini yemasa, unqib ketadi bu. Asachinka. Rostini desam men, Zilim aka, men 3 kun bo'ldi tuzagarak talog'im chiqmag'ini. Ammo o'zimni odam sirab ketgan. Mushunda vaqtida kelsa Zilim aka, mushunda vaqtida kelding aka. Men avval men ish yutay. Engizgan qolgan gapni deyishimiz. Qo'sh. Qo'shada qo'y. Qo'sh. Ma'qul aka. Qo'sh. Aql. Ola aka. Ola aka. Zapuska emasmi aka? Ola. Men odatda bir rumka issiq yeyman emasmi? Bu o'nda yegan yaxshi aka. Hey. Nim deymiz? Bo'pti. Burun Qasimjon ancha-muncha po'xor yegan bo'lsang, mana 4 tamni so'linib qolsa. Bo'pti. Tugit bo'lsa, o'kinmada. Yigit o'g'il olasan degan. Rahmat aka. Qara. Bir o'g'il bola 3 qitim berdi deydi. Ya'ni 2 qitim bor sana berdigan. Rahmat. Undan buda yo'qotgan bo'lsang, ya'ni boshqadan ancha-muncha boyib qolasa, o'ngishib qolasa, yana pul topasa, yana boshqadan qimon o'ynasa bo'lsa, undan keyin uni yo'qotib, 3-chi qitim berganini yo'qotib, devon olib ketasa bo'lsa. Va umumoq mo'shtaq kesib uqib qo'y. Ma rangingni toza tushdi. Ikki qo'lingni ko'tarsang devon olasan. Xo'sh, chaqchaq qilib qo'ydim. Amon bo'ldi. Ola aka. Bo'pti. Mana men ish yutar aka. Kovoblarni ola, topinma. Anglasam uydagilaringni baljaqqan bilan o'qishga ketdi deydi. Hashtag uzitib olding. Yaxshi qilsajmi? Voy. Oyoqlarning duttog'i bilan toza xo'sh yo'q-kan-a. Qanday deysan? Uyingdagi 4 tamniki mixdan tortib akitdi, duttani qo'yib qo'yibdi. Dutta? Duttani pul qo'shmasang amayda qo'y. Voy, nimishga? U xalq naqshlari muqam deganlar bilan shunchalik qo'shiq yo'qkan Asachinka. Bujay. O'nglaydigan Hindistonning Vachchalli Sharlixon. Mush hozir xotinlar ne bo'lib ketib bordi? Bu tilni bilmay naqshanglaydigan odam jiqib ketib bordi o'tan. O'zining shunda chiroyli naqsh turib tursa, anglamaydi. O'ynaylaqi, bunda qildiganlarni anglab. Tova. Mush tilni bilmay naqshanglaydiganlarni mush jiqib bir yerga og'zimga bir gap kelgan. Asachinka. Jinim aka. Bu alag'ilrimdan kelgan vapa bu xotin kishining nerdan yamanlamay jinim aka. Mana bu ish yutaychi. Bo'pti, mana ishchi. Nim qilsa birdan berimdan, o'l kutib bizay. Dutan qo'ling qilib tasib, yurak bag'ringnikini bir to'kib tashlagan afka. Asachinka. Men ma dutani yaxshi ko'rmayman, biroq faqat chalamayman jinim aka. Bilsam o'zing bir qilib bersan bu jinim aka. Hopla, men mashina toza. Aka, yaxshi keldim degan. Men bek yaxshi keldim jinim aka. Voy, yaman. Chag'in ham deb bergan. Oy. Va isim qursin, yaman satildi-da. Isim qursin. Endi cho'ng'a ashta bo'lib qolsam uchun isim dadangni yaqin tugab ketdi deb shunda deb oldim. Voy, dadam tugab ketgan 2 yil bo'ldi aka. 2 yil bo'ldimi? 2 yil bo'ldi. Shu dadam tugab ketgandan keyin bechora opam og'riqchan bo'lib qoldi degan aka. Hozir yezdik uyda og'riqchan. Ya bu pulim bor vaqtda yo'qlab boramagan degina. Mana endi texim yo'qlab boramayapman. Bechora opangning ko'zlarida uchib ketgan saqichan. Bo'pti.